Surxondaryo viloyatida futbol bo'yicha 2-ligada qatnashuvchi jamoalarning Boysun tumanida bo'lib o'tgan o'yinidan so'ng futbolchilar o'rtasida ommaviy janjal sodir bo'ldi. Holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqalib, jamoatchilik diqqatini tortdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 4-oktyabr kuni Boysun tumanida Boysun 1975 va Qumqo'rg'on 1977 jamoalari o'rtasida futbol uchrashuvi bo'lib o'tgan. O'yinda Boysun 1975 jamoasi 3-0 hisobida g'alaba qozongan. O'yindan so'ng futbolchilar o'rtasida yuqoridagi ommaviy janjal kelib chiqqan. Surxondaryolik muxbirimiz Begzod Qodirov mazkur holat yuzasidan futbol jamoalari mutasaddilari bilan suhbatlashdi. O'zbekiston futbolda bunaqasi bo'lmagan sarlavhasi ostida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan xabarda aytilishicha, joriy yilning 4-oktyabrda O'zbekiston 2-ligasida Boysun tumani mezbonlik qilgan bellashuvda mezbon jamoa hamda Qumqo'rg'on tumani jamoasi maydonda to'p surishgan. 3-0 hisobida Boysun tumanining g'alabasi bilan yakunlangan o'yindan so'ng esa katta janjal kelib chiqqan va ichki ishlar hamda Milliy gvardiya xodimlari maydonga tushganligi va mehmon jamoa futbolchisining qo'lini qayrab olib chiqib ketishganligi aytiladi xabarda. Bo'ldingizki, 3-0 hisobida mezbonlar g'alaba qozondi. Boysun tumani hokimligi axborot xizmati tomonidan berilgan rasmiy munosabatda esa futbolning 2-bo'limi 43-daqiqasida Qumqo'rg'on tumani futbol klubining 7-raqam ostida o'ynagan futbolchisi tomonidan o'yin qoidasini buzdi deb topgan yon hakamga nisbatan haqoratomuz harakatlar bilan e'tiroz bildirilgan. Shu boisdan o'yin so'ngida ichki ishlar xodimlari tomonidan tartibni saqlash maqsadida Qumqo'rg'on futbol klubi jamoasi futbolchilari va hakamlari o'rtasida janjal chiqarmaslik maqsadida huquq-tartibot ishlari tashkillashtirilgani aytiladi. Holat yuzasidan Qumqo'rg'on 1977 jamoasi yetakchisi Azamat O'ralovning fikri bilan qiziqdik. Surxondaryo 2-liga bahsida Qumqo'rg'on jamoasi Boysun tumanida mehmon bo'ldi va o'yinga jarqo'ronlik Rustam Choriyev hakam etib belgilandi va ko'rona deymizmi yoki boshqa deymizmi, bitta o'yinda 8 ta sariq kartochka, bitta qizil kartochka va jamoamizga penaltini qo'yib berdi. Bu albatta adolatsizlik bo'ldi deb o'ylayman, o'zimda noprofessional tarzda, ya'ni ham o'yin tugagandan keyin emotsiyaga berildik, boshqa bo'ldi. Jamoamiz bir hakam bilan ochiq-oydin gaplashib olish niyatida oldiga bordi. Hech qanday bu yerda urush, janjal, to'polon bo'lgani yo'q. Videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan ko'rsak bo'ladi, bunday urush, janjal bo'lgani yo'q. Просто shunchaki Boysun tumani ichki ishlar bo'limi, Milliy gvardiya bizni futbolchilarimiz yopishib ketdi. O'sha videoda ham tasvirlarda ko'rishingiz mumkin. Hammasi yopishib, bitta futbolchimizga 8 ta 9 kishilar yopishdi. Mazkur holatga biz yana ham oydinlik kiritish maqsadida Boysun tumani futbol klubi rahbari Ramazon Rahmatovdan ma'lumotlarni olamiz. Aslida o'sha kuni holat qanaqa bo'lgandi? Urush nimadan kelib chiqdi? Bu yerda o'yin tugadi. O'yin tugagandan keyin sudyaga nisbatan Qumqo'rg'on futbol jamoasi futbolchilari ta'ziq o'tkazdi, janjal olib kelish arafasida edi. O'sha holatdan ichki ishlarimiz, tuman ichki ishlarimiz, Milliy gvardiya xodimlari yordam berishdi, ajratishga, janjal qilmasdan ularni mehmonlarni hurmat izzatiga yetib jo'natib yubordi. Bo'lgan holat o'sha. Hech qanday u yerda sudya yoki komanda hech qanday ta'ziq ostida qolgani yo'q. Qumqo'rg'on komandasi chiroyli o'yin bo'ldi, chiroyli o'yin tugadi, xalq maza qilib tomosha qilishdi. Bu sport, bu o'yin, g'alaba 3-0ga yutdik bizlar. Keyingi bosqichga o'tdik bizlar. Begzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev. Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.